Hammaga bugundan boshlab yo'l qoidalarini o'rganamiz kanalida yo'l harakati qoidalarini o'rganib boramiz. Biz vizual o'rganganimiz uchun ilovalardan foydalansa bo'ladi. Men shu ilovalarni terib oldim. Internetsiz bular reklama chiqmaydi. Bularni hammaga bugundan boshlab yo'l qoidalarini o'rganamiz kanalida yo'l harakati qoidalarini o'rganib boramiz. Biz vizual o'rganganimiz uchun ilovalardan foydalansa bo'ladi. Men shu internetsiz foydalansa bo'ladigan ilovalarni terib oldim. Bularni bemalol Play Market App Store'dan tortib olsa bo'ladi. Reklama chiqmaydi. Hop, bo'lmasa boshladik. Xohlaganimizni kirib olamiz. Hammasi internetsiz. Hop. Bilan birga shu har bitta guruhdagi belgilarni alohidadan o'rganib chiqamiz. Bundan tashqari yo'l chiziqlari bor. Ularni o'rganib chiqamiz. Bu yerda 7 ta deb sanab o'tdik. Bundan tashqari boshqa belgilar ham bor. Vaqtinchalik belgilar, xavflilik belgilari bor. Transportning taniqli belgilari bor. Ularni ham barchasini o'rganib boramiz. Xudo xohlasa like bosib, qo'llab-quvvatlab tursani manfaatli videolar bardavom chiqarishga harakat qilaman. Hammaga bugundan boshlab yo'l qoidalari o'rganamiz kanalida yo'l harakati qoidalarini o'rganib boramiz. Biz vizual o'rganganimiz uchun shu ilovalardan foydalansa bo'ladi. Bularni barchasi internetsiz foydalansa bo'ladi. Reklama chiqmaydi. Bularni Play Market App Store'dan tortib olsa bo'ladi. Xohlaganimizga tanlab kirib olamiz. Yo'l harakati qoidalari Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qaroriga muvofiq 186 banddan iborat. Birinchi navbatda belgilarni ko'rib chiqamiz. 7 ta guruhga bo'linadi belgilarimiz. Bundan oldingi aytib o'tganim 186 band ham testga tushadi, eslab qolish kerak. Belgilarni ketma-ketligini ham eslab qolsak yaxshi bo'ladi. U ham testga tushadi. Birinchi guruh yo'l belgilarimiz ogohlantiruvchi belgilar. Bular asosan uchburchak shaklda bo'ladi. Ikkinchi guruh belgilarimiz imtiyoz belgilari. Bu belgilar asosan svetofor bilan birga qo'llaniladi. Uchinchi belgilarimiz taqiqlovchi belgilar. To'rtinchisi buyuruvchi. Beshinchisi axborot ko'rsatkich belgilari. Oltinchisi servis belgilari. Va yettinchisi qo'shimcha axborot belgilari. 7 sonini yaxshilab eslab olamiz. 7 soni o'zi taniqli, omadli son deb bilinadi.